Hozir mana Islomiy muzeydan chiqqanimizdan so'ng bunday keyingi nimaga ketdik, lokatsiya. Mayli kirdingmi shakka? Gamdek kirib aynali yurilaveradi bu yerda. Farqi yo'q, ag'dan ham bag'dan ham chiqaveradi, aynali yurilaveradi. Bu katta saroyi bu do'stim. Oldin saroylar shunaqa Temur Usmonlilar tegishli. Bir saniyenin imkanı olması gerekmiyor. Mana setlar, seriallarda olingan joylar mana. Oh maşallah. Sultanlar oturgan joy. Sulton Ahmed taxti ekan bu. Qadimiy seriallar shu joylarda suratga olingan. Bu joyda qishda o'tin yoqib, xonani isitishgan saroyda. Maşallah, mana mana zo'r ko'rinadi shaharda anaqasi. Qo'shoqlar bilgan ekan, qaqa qurishni ham qarang. Zo'r joyga qurgan ekan. Oldin dengizga yaqin, Istanbulda o'raygan joy qilib. Maşallah, oskiysalari mana gullar, lolalar ochilgan, juda go'zal. Video chaqdi. Luego ya se me dobla el otro. A ver, tú le estás solo bueno. Mi examen. Çikolata. Maşallah, juda go'zal. Kelishni tavsiya qilaman. Bag'dod ko'shku. Yana bir saroylik. Sulton II Mahmudning taxti ekan bu. Tarixiy serial, tarixiy kinolar yig'ilganlar uchun zo'r joy. Sulton Sulaymon Xurram kinosini ko'rganlar o'zi biladi bu joylarni. Burga yaqin. Keyin zo'r nima tarafi. Siz mana joyda rasmga tushish mumkin. Orqangizda Istanbul. Dengiz, chiroyli manzara. Aslarda ham suratga tushishingiz mumkin. Chiroyli joylar. Maslahat beraman. Hozir yana bir o'sha ko'p kishi taniq joylardan biri mana. Böyle kinolar suratga olingan joy. Sulton Sulaymonni olingan joylar. Shu joylarda kitob, ya'ni Qur'oni Karim tilovat qilingan ekan. Mana joylarda suvlar oqib turgan.
Mana joylarda suv oqib turgan ekanda do'stim. Mashalloh. Eng yaxshi aprelda ekan. Hamma yoq gullar ochilgan. Anaqa bo'lgan joylar. Mana shunaqa qilib o'tirib rasmga tushaverasizlar. Faqat yotib olmasalar ham bo'ldi. Bahorda gullar ochilib, chiroyli bo'lganda shu Istanbulga kelishni maslahat qilaman. Chunki hamma yoq yashil makon bo'lgan vaqt. Lekin dengizda hoptalmaysizlar, shu tarafni ham hisobini olasizlar. Biroz sovuq, biroz ancha ham sovuq ham bo'laveradi. Lekin bir lolali, gulli, bunaqa chiroyli, yam-yashil manzaraga yaxshi vaqt shu aprel, aprel vaqti ekan. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda. Unutmam asla. Çok içtim önümü göremiyorum. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda. Unutmam asla. Çok içtim önümü göremiyorum. Якого він Karpas. Bu kütüphane bugün ekan. Saray kütüphanesi. Ana. O merhaba abim. Ana. Maşallah. Turishdi. Shunaqa askarlar qaragan ekanda oldin. Biz ahli kelib turgan ekanmiz, do'stim ko'rolmay qolgan ekanmiz. Tarixiy obidalar. Oshxona bo'lgan. Ha, bu oshxona bu do'stim. Saroy oshxonasi bo'ldi. Karpada ko'rdim. Qozonlari. Ha, saroy qozonlari. Kattaligini qozonni. Endi shu askarlarga, podshohlarga shunaqa qozonlarda qilganda endi. Mana. Subhanalloh. Birat haqiqiy yomon o'xshatib qo'yibdi. Mashalloh. Hozir haqiqiymi ham deb borasiz, turishunari. Ha, yo'q. Bunday qarasichi, ko'ziga haqiqiyga o'xshaydi. Mana buni oshpaz bo'lgan ekan mana. Helvachi
To'n qiymat bor. Hilvachi ekan oti. 1782-yildan 1822-yilgacha ishlagan ekan. 120. Idishlari. Topkapıga tavsiya qilaman. Bu haqiqatdan pul yuzi safligingizga achilmas ekan. Maslahat qilaman, kiringlar. İslomiy narsalar ham bor, tarixiy narsalar ham bor. Ayniqsa shu Xurram Sultonni yaxshi ko'rganlar, o'sha kinoda, serialda ko'rgan joylaring bor. Keyin o'sha qadimgi liboslarini ko'rasizlar. Va qadimda odamlar qanday yashaganini, qanday Mariam, hozir yana bir joyga kiryapmiz. Saray mutfag'i. Idishlar ekan bu. Maşallah. Katta kosa ekan o'zi ham. Bu lagan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Maşallah. Şöyle. Haqiqiy kumush tillolardan shu podsholar yasalgan. Mana katta saroyda taomlanish surati. Shamdon. Bu bizni tilda aytganda ota kuragi bilan ishbirga oshiq yelkalari. Inshaalloh juda go'zal chiroyli bo'lgan ekan. Maşallah. Etajerga bu suyuq solib qo'yib ichidan ovqatlar solib olsa bo'lagan. 1861-yil, 1876-yillar atrofida bunda ishlash ta'tillangan ekan. Ha. Buni endi zamonaviylashtirib to'g'irlashibdi-da. O'sha basturi. Aynan o'sha bas просто, ha, yangilangan. Va shunga qiyoslanib ha, ana. Oh. Oshpazlarni bor, u ham shunaqa. Shu joylar oshxonani vaqtida ishlagan ekanlar. Mana ovqatlangani. Shu qora qizil Usmonli imperiyasiga podsholar, saroy podsholaryga. Ha? Xuddi o'sha qandaydir, qarang, o'sha paytdagi nimaga tushgandaylar. Ha, aynan. Kirdik buni ko'rib. Tarixiy idishlar. Tovoq. Bu Xitoydan keltirilgan ekan. Surat ham Xitoyda chizilgan.
Ana. Güzel. Sharob, shunga o'xshash narsalar shular saqlangan ekan. Qoshiqlar, kichik qoshiqlar, katta qoshiqlar. Chinni bir dasturxon tishili Alloh alam. O'sha payt dasturxonlari saqlanib qolgan ekan. Qoshiqlar. Mana oldingi odamlar qanaqa ovqatlangani haqidagi surat ko'rishingiz mumkin. Ovqatlarni bu shaklda toshishgan. Tabakta bir kaşık koyayım mı? Evet. Bunların şeyi... Piyodalar, kichik tarelka va mana shoxlar tuxum qo'yib yegan tuxumdon. Do'stim o'tiribdilar, charchabdilar, ko'rib o'tdilar. Gel burada bak. Qozon. Shonaga tegishli xonalarga ko'rib chiqdi. Endi keyingi manzilimiz endi Chigay Sofiyaga boramiz. Mashalloh. Shulargacha ishlov beribdi, subhanalloh, zo'r. Men turizmni qiziqtirishda mana odamni qiziqtirib, manekenlargacha esa xuddi haqiqiy odamdek. Mana eski toshlardan do'stim ya. Ustunlarni qarang. Ana videoda